Bu misalda men bulutlarning ichida ko'rinib turgan bir xatning unumini hosil qilaman. Bu masalan filmlarning oqistiki tushuntirilishida yoki film ishlik uchining ismini kirishtirgan o'rinlarda chiqib qoladi. Yani shundoq unumlar. Mushkul unumni Photoshopda qanday ishlash to'g'risida qisqacha misol so'zlayman. Sizlar bu misaldagi ishlash jarayonini ko'rgandan keyin buning nihoyat oson ekanligini his qilib qolasizlar. Widget tizimligidan yangidan bir widget ochdim. Oq ko'rinishning rangini seplab beray. Chunki oq ko'rinishning rangi oq emas, oqqa moyilroq, suskul rangi moyilroq rang. Shuni buni seplab berdim, jazmlashtirdim. Bunda vaqtida bulutning ko'rinishi, bulutning oq ranglik olgan vaqtimizda bu rang bilan moslashib nihoyat yaxshi chiqdi. Ondan keyin men tekst olib olaman. Tekstninki o'zida taxminan 19 px oldida xatning rangini qizg'uch rangga ilib, kapslokni besib qo'ydim. Xat bek qizilib ketdi. Shuna muvofiq holatda tuslashtiraylik. Ondan keyin buning ostiga Muxtar Rozi degan xatni kirgizdim. Bu xatninki xat nusxasini o'zgartiraman. Ondan cho'ng kichikligini muvofiq tanishayman. Masalan 60 dan 65 ning atrofida muvofiq qilib tangsam bo'ladi. 63 qilib tanishib qo'yay, jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan keyin bu xatni eklab o'ttirg'i to'g'rilayman. Buni muvofiq o'ringa to'g'rilay. Amman bu ikki qavat, rasm qavati bir oq ko'rinish bilan bu umum ko'rinishninki qurilmasini loyilab chiqdi. Ondan keyin mo'y qalam qurolini ilib, bu qurolning ichida men qo'shib qo'ygan bulut shakllik ko'rinishlar bor. Bu ko'rinishlarni, ya'ni shu shakllarni men bu o'rindan mana cho'tka shaklni qo'shman degan turning ichidan o'zim qo'shib olgan bulut ABR degan hujjatni seplab berdim. Bu hujjat mush to'rbekatdim, mush misolninki ichidagi material degan yana bassanglar to'rbekitimda shu PSD hujjati bilan birga bor. Shundan tushirsanlar bo'ladi. Undan qo'shib olsanlar bo'ladi. Men bundan mahil bulut shaklini olay. Olgandan keyin yangidan bir qavat qo'shib, bu qavatni ostiga kelib, mushaga kapslok o'g'ash qimanda chiqyapti. Bo'lmasa bulutning shakli ko'rinadi. Kapslokni besib qo'yganligimiz uchun kapslokni elib etsam bulutning shakli ko'rindi. Bu yerga bir bulutninki umumiy shaklini beraman. Bulut qo'shildi-ku mayaga. Ondan keyin ustiga mabulunga birni, mayaga birni bulut shaklini beray. Daraq bo'lsin ham bu. Bo'lgandan keyin ondan yana bir qavat qo'shib, bu qavatni eng ustiga chiqib, bulutning shaklini boshqacha tanlaylik buda. 663 likni tanlaylik, tanlab ilib xatning ustiga beraman. Xatning ustiga bersam bulutlarning unumidek bir unum chiqdi-ku. Bulutning ichidan ko'rinib turayotgandek tuyg'u berdi. Mana shunga o'xshash. Buni muvofiq o'rinni tanishsam bo'ldi, mundaq yo'tkab. Tanishib olsam bo'ladi. Shuni bilan mushkil bulut unumi hosil bo'ldi. Muvofiq holda o'chirgichli o'chirib etsak, o'chirgichni tanlagan vaqtida diqqat qildik. O'chirib etsak bo'ladi. Mushkil shaklda bulutning ichidan ko'rinib turgan xatni yasaymiz.